Assalomu alaykum hurmatli ko'rganlarim. Bugun sizlarga birga men Qizidar және men inim Didar. Bugun ikkinchi bölüm chiqmoqchi. Shadow Fight'tan original bölüm. Endi jarsatın bo'lamiz deysiz. Jarsamiz. Kechagidek jarsatın bo'lamiz. Ekranga javoblar түседі. Қазір videoning sonunda men tez etib ko'rsataman barынша. Endi bastalik. Birinchi men bastayın. Endi bastasın, endi qittay qo'y. Qo'ya qarutanda yo'q. Birga bo'lmaydi. Dostlar, men tayoq olib olg'am. Сол 4-кезеңде keldik, 4-revende. Menda yaxshi deysiz. Dal o'sындай, biroq turi ыңғайсызды. Жоғар секілді тuri. Жағынан бірдей. Didar meni sagirdi yekirib, men o'tатын bo'laman. Meni sagirdim, dim 0-0. Didar meni sagirdi. Men o'tатын bo'laman endi birinchi кезең o'tsam bo'ldi. 4 jumul qoldi. Kechagi cheater bolalarni skazim. Alloh bolam. Baslamay qoldim. Vaqtimdan ketdim. Ketamiz, bo'ldi. Opana. Dostlar, men точно там garantiya beraman, garantiya beraman. No, ketmayapti negisi. To'marg'an suvdan chiqdim shuni. Mayda. Chivit. Ne? Headshot. Dostlar, meni kestini qarangizlar. Men o'tdim, точно o'tdim. Kesti chiqibdir ekranda. Qarangizlar. Endi oldingi кезеңде Didar atsa, endi кезеңде men o'tam. Endi 3-bölüm chiqmoqchi. Сол kim mıқты ekan aniqlaydigan bo'lamiz. Teң-beteң adil o'tетін bo'ladi. Сондықтан 3-bölümde chiqadi. Endi пайдалы kеңестер жасайтын bo'laman. Жақында тікелей эфирге шығып не істеймін ба деген ойдамын. Сұрақ жауап или басқа ұйымдастырамын деген ойдамын. Негізі мына 3-ші кезең саналмайды. Ойнап тастайын дегенім ғой, сонда шейін. Достар, мен ұттым. Точно tuş attım. Garantiya deyin. Şimdi ekranda qarangizlar, tағы da chiqdi. Endi Didar bir so'z aytib ber. Endi qaltash otdi-ku. Ne berasın? Seni de 3-bölümde endi şeşirishga keldim bo'ladimi? Сол кезде женем. Qo'y, so'ng'indi va Didar. Точно men jengib. Garantiya beraman. Do'stlar, kommentariyaga yozib ketingizlar, kim jengayotganini. Endi men basiga tushib jotirman. Sonda da qiziq bo'lib turib o'zimga. Al, sizlar bilan birga bo'lgan men Qizidar және men aqlda da suyimli inim Didar. Sog' bo'lingizlar. Sog' bo'l deb ayt. Sağ ol.